Alloh taolo bizni har qanday sinovga oladi, birodarlar. Qarzga botiradimi? Yaqinimizni oladimi? Onamizni bemor qiladimi? Birodarlar, ishimiz qiyinlashib qoladimi? Yoki tuhmatga yo'liqasizmi? Yo qamalib qoladimi? Boshqa bo'ladimi? Har qanday imtihon u bizning imtihonimiz bo'ladi. Va o'sha imtihonda bizning o'zimizga xayr bo'ladi. Avvaliga yomon bo'lib ko'rinadi, siqilamiz, yig'laymiz, eng yaqinimizning dardiga malham bo'la olmayapmiz deymiz. Masalan, bizni bir parcha etdan katta qilgan onamizni dardiga malham bo'la olmayapmiz deb erkak yig'laydi, o'g'il yig'laydi. Ammo yig'lamasinki, uning zamirida ham albatta uning ham onasining ham xayri bo'ladi. Hech qachon Alloh subhanahu va taolo ibodat qilgan, yaxshilik yo'lida yurgan musulmon bandasiga zulm qilmaydi. Ko'ziga yomonlik bo'lib ko'ringan narsa aslida uning xayri va yaxshiligi bo'ladi, birodarlar. Buni vaqt o'tgandan keyin har bir odam